Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya Kiyevdagi AQShning dron zavodini yo'q qildi. AQSh va Isroil Eronga eng yirik zarbani berishga hozirlik ko'rmoqda. Xalq hokimiyat minglab ukrainaliklar namoyish o'tkazdi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Rossiya Kiyevdagi AQShning dron zavodini yo'q qildi. Rossiya qo'shinlarining 26-iyul kuni Kiyevga bergan zarbasi oqibatida AQShning Terminal avtonomiy kompaniyasiga tegishli zavod yo'q qilingani ma'lum bo'ldi. Bu korxona yuqori aniqlikdagi dronlarni ishlab chiqarar edi. Bu haqda The Guardian nashriga tayanib Meduza xabar berdi. Terminal avtonomiy kompaniyasiga 2023-yilda AQShning Delaware shtatida asos solingan. Kompaniya sun'iy intellekt va Rossiyaning radioelektron kurash tizimlariga chidamli mo'ljalga olish tizimi bilan jihozlangan uzoq masofali dronlarni ishlab chiqaradi. Hujum oqibatida hech kim halok bo'lmagan. Kompaniya The Guardian so'roviga javob bermadi. Rossiya Mudofaa vazirligi 26-iyuldagi hisobotida rus qo'shinlari Kiyevning janubiy-g'arbiy qismida joylashgan dron yig'ish va saqlash joyiga zarba berganini ma'lum qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, bu yerda Ukraina Amerika kompaniyasi mutaxassislari ishtirokida oyiga 1000 tagacha dron ishlab chiqarilgan. Biroq kompaniya nomi ochiqlanmagan. The Guardian nashrining qayd etishicha, bu zarba Rossiya kuchlarining Amerika kompaniyasi obyektini qasddan nishonga olgan birinchi holati bo'lishi mumkin. Shunga qaramay rus qo'shinlari ilgari ham Ukrainadagi Amerika kompaniyalariga hujum qilgan. Ishlab chiqarish korxonasi kimga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar, rossiyaliklarga baribir. Bu ular uchun baribir nishon hisoblanadi. U Amerikanikimi yoki boshqanikimi, buning ular uchun ahamiyati yo'q, deydi AQSh razvedkasining sobiq yuqori lavozimli xodimi Anthony Vinci. Iyul oyining boshida prezident Donald Trump AQSh Ukrainaga Patriot zenit raketalarini ishlab chiqarish uchun litsenziya berishini aytgan edi. Vinci bu haqda quyidagicha qo'shimcha qildi. Agar Patriot raketalari yoki boshqa Amerika tizimlari Ukrainada ishlab chiqarilsa, Rossiya ushbu ishlab chiqarish korxonasini ham nishonga oladi deb o'ylayman, dedi Vinci. Kuni kecha Ukraina, AQSh va Fransiya yordamida Rossiya neft zavodlariga zarba bergani haqida xabar berilgandi. Mamlakatlar Kiyevga Rossiya havo mudofaasi tizimlari qayerda joylashganini aniqlashda yordam beruvchi razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Ukrainalik mulozimlarga ko'ra, bu ma'lumotlar dronlarga havo mudofaasini aylanib o'tib, neftni qayta ishlash zavodlariga zarba berishga imkon yaratgan. AQSh va Isroil Eronga eng yirik zarbani berishga hozirlik ko'rmoqda. AQSh va Isroil Erondagi energetika infratuzilmasi obyektlariga eng yirik bombardimonlardan birini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda CBS News telekanaliga xabardor manbalar ma'lum qildi. Manbalarga ko'ra, zarbalar dam olish kunlari boshlanishi mumkin. Isroil bu haqda xabardor qilingan va o'z harakatlarini AQSh bilan muvofiqlashtirmoqda. Biroq Donald Trump zarbalar uchun hali yakuniy ruxsatni bermagan. Telekanalning qayd etishicha, Trump qattiqqo'l yondashuv tarafdori bo'lib, yaqinda Hormuz bo'g'ozidagi hujumlarga javoban Eron ko'priklari va elektr stansiyalarini yo'q qilish bilan tahdid qilgan, ammo hali yakuniy buyruqni bermagan. Harbiy ekspertlarning fikricha, elektr stansiyalari va neftni qayta ishlash zavodlariga beriladigan zarbalar Eronning mamlakatni boshqarish va armiya ehtiyojlarini ta'minlash qobiliyatiga putur yetkazadi. Ayni paytda Isroil keng ko'lamli harbiy harakatlarni qayta boshlash qarori haqida hech narsadan bexabar va Isroilga Eronga qarshi har qanday harbiy harakatlarga qo'shilish so'rovi bilan murojaat qilinmagan, degan Isroil rasmiysi CBS News telekanaliga. Harbiy zarba berish rejasi juma kuni Trumpning Camp Daviddagi qarorgohida ma'muriyat a'zolari bilan o'tkazilgan yig'ilishda muhokama qilingan. Prezidentning siyosiy masalalar bo'yicha ayrim yordamchilari bunga qat'iyan qarshi chiqqan. Biz ularga juda kuchli zarbalar beramiz. Qachondir ular bunga ortiq chiday olmaymiz deyshadi, deya jurnalistlarga bayonot bergan Trump. Prezident Trump Vazirlar Mahkamasi a'zolari yig'ilishda aytganidek, Qo'shma Shtatlar g'alaba qozonadi va uning boshqaruvi davrida Eron yadro quroliga ega bo'lmaydi, dedi Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt. Shu bilan birga Pentagon matbuot kotibi Shon Parnell CBS News telekanaliga idora prezident yakuniy qaror qabul qilmaguncha nishonlar yuzasidan izoh bermasligini ma'lum qildi.
Avvalroq Pokiston razvedkasi AQSh prezidenti Donald Trump o'z harbiylarining ogohlantirishlariga qaramay Eronga qarshi quruqlikdan cheklangan hujum uyushtirish haqida buyruq berish mumkinligini ma'lum qilgandi. Xalq hokimiyat minglab ukrainaliklar namoyish o'tkazdi. Kecha 31-iyul kuni Kiyev markazida minglab ukrainaliklar namoyishga chiqib, prezident Vladimir Zelenskiydan sobiq mudofaa vaziri Mikhail Fyodorovni lavozimiga qaytarishni talab qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Mikhail Fyodorov joriy yilning yanvar oyida Ukraina mudofaa vaziri etib tayinlangan edi. Biroq iyul oyi o'rtalarida hukumatdagi kutilmagan va sabablari yetarlicha izohlanmagan kadrlar almashinuvi doirasida u lavozimidan ozod qilindi. Qayd etilishicha, shundan buyon ukrainaliklar prezident administratsiyasi binosi yaqinida muntazam namoyishlar o'tkazib, Fyodorovni o'z lavozimiga qaytarishni talab qilmoqda. Fyodorov esa o'ziga taklif qilingan boshqa davlat lavozimlarini qabul qilmasligini bildirib, faqat mudofaa vaziri sifatida ishlashni istayotganini ma'lum qilgan. Namoyish ishtirokchilaridan biri, IT sohasida ishlovchi 40 yoshli Aleksandrning aytishicha, odamlarning qarorining sabablari ochiq tushuntirilmagani norozi qilmoqda. Dastlab Zelenskiy Fyodorovni o'sha paytdagi Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy bilan jiddiy kelishmovchilik sabab lavozimidan olganini aytgan. Biroq jamoatchilik bosimi ortidan Sirskiy ham oradan bir hafta o'tib vazifasidan ozod etilgan. Keyinchalik Fyodorov mudofaa tizimidagi ehtimoliy korrupsiyaga qarshi kurashgani sabab lavozimidan chetlatilgani haqida taxminlar paydo bo'lgan. Fyodorov yaqinda bergan intervyusida bu taxminlarga ishora qilgan bo'lsa-da, tafsilotlarni ochiqlamagan. Kecha 31-iyul kuni namoyishchilar prezident e'tiborini tortish maqsadida Kiyevning tarixiy markazi bo'ylab yurish qilib, poytaxtning markaziy ko'chasi Xreshatikka chiqqan. Ayrim namoyishchilar Rossiyaga qarshi urushda g'alaba qozonish uchun armiyani texnologik modernizatsiya qilish muhimligini ta'kidlagan. Ularning fikricha, aynan Fyodorov bu islohotlarning asosiy tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Fyodorovning iste'fosi Ukraina Rossiya harbiy va energetika obyektlariga chuqur zarbalarni kuchaytirib, frontda muvaffaqiyatlar qayd etayotgan davrga to'g'ri kelgan. Hozircha Zelenskiy o'z qarorini bekor qilish niyatida emas. U davlat xavfsizlik xizmati rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yevgeniy Xmarani mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan. Ukraina qonunchiligiga ko'ra, mudofaa vaziri lavozimi fuqarolik lavozimi hisoblanadi. Kiyevdagi Yevropa siyosati instituti direktori Matteo Mikachchining fikricha, yangi oliy harbiy qo'mondon etib Mikhailo Drapatining tayinlanishi ayrim ukrainaliklarning ishonchini tiklashi mumkin. Biroq bu inqirozni to'liq bartaraf etmaydi. Namoyish tashkilotchisi, urush faxriysi Dmitro Kozyatinskiy esa Zelenskiy Fyodorovga mudofaa sohasidagi islohotlarni amalga oshirish uchun kamida 1 yil imkoniyat berishi, shundan keyingina uning faoliyatiga baho berish kerakligini aytdi.